Olmaylar bolalar. Bir Murat sotdami? Ye. Keling. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimiz. Yo bismillah. Ye. Alaykum assalom. Yaxshi bo'lsan, o'rtoq, charchading, yaxshi bo'lsan. Xudoga rahmat, sekin. Nima qo'yasiz? Mana narsani ko'tarib oldim. Bularni ishlarini yopib berib, tekshirib yuruvdim hozir. Sizga nima xizmat? Yetgancha tanidinglarmi bolani? Assalomu alaykum. Otini nima qo'ygansizlar? Chempion bo'lsin deb zapar qo'yganmiz. Hozir gapirdim, keyin tekshirib beraman. Nima deyman? Ozgina sog'liqqa zararmi deyman yoki bir o'zing ham qanaqadir ta'sir qo'l berasanmi? Endi davay tekshiramiz hozir. Ko'rib turibsan, mashina zavat bo'lganning o'zida ham 5 barobar, 5 barobar, 7 barobar. Voy. Magnitniy излучение hozir sanda 3 barobar yana перезагрузка qilib bersam hozir. Mana yoqib o'chirdim boshdan. Mana 23-24 beryapti. Bu 15 16. Nechi bo'lish kerak u? Normasi 1 bo'lish kerak. Sanda 24, 25. Yuqori turgan holida mana o'ynayapti. Yana 38-40 beryapti. Bu boshqa nurlanish o'lchaydi va ko'rib turibsan. Aytuvdim-a, choyjon qorib ketadi deb ayting tekshiruv. To'xtama deyman gapimni. Turganiga ishqib tegdi. Ya, bo'ldi. Chiqdi, xudo xolasa endi mashinani qilib beramiz. Orog'iga sog' bo'lib yursanmi globni? O'zimga mashina kerak-ku. Mashina qayerda o'zi? Mana turibdi. Qaltinmi? Bo'ldi. Mashinani soldirdingmi mana? Endi nima endi? Mana sen bitta mashina tashlab ketdingmi? Bo'ldi. Bo'ldi. 1,5 kunda 1,5 kun beraman. Harakat qilgandan ham tezroq mashina kerak menga. Yaxshi deb ko'rishamiz. Ko'rishamiz. Bo'pti, o'rtoq.